Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislarim. Bizda navbatdagi podkast yo'l-yo'lakay videoga olib ketyapmiz. Shu hamkasblar bilan o'tgan safar o'sha YouTube'imizda ko'rganlar ham biladi, hamkasblar bilan qayergadir borganimizda shu suhbatlarimiz asosan futbol haqida bo'ladi va albatta bugungisini yozmasak ham bo'lmaydi, chunki kecha Barsa Inter bahsi bo'lib o'tdi. Aniqrog'i Inter yarim finalga yo'l oldi. Taassurotlar menimcha hammada zo'r. Finalga yo'l oldi. Kecha Xurshid akani postidan bo'ldi. hayajon hali ham ketmadi shekilli. Men unaqa o'yindan keyin menimcha hali ancha ta'sirda yashaymiz. Endi bugun PSJning o'yini qanaqa bo'ladi? Bu fikrlar Dilshod aka. Ishxonaga kelgandan hammamiz o'zi kecha o'yin boshlangandan Murod aka bilan gaplashishni boshladik. Murod aka kelgan ertalab. Men ko'rmadim. Murod aka ham shu dedilar. Endi balkim kechasi futbol ko'rib sal charchagan bo'lsalar boshqonada sal dam oldi. Fikrlar zo'r, fikrlar menimcha bittamanda emas, hammada dahshatli, ya'ni qo'shtirnoq ichida ijobiy ma'nodagi dahshatli fikrlar bo'lsa kerak. Bunaqa o'yinni ikkita seriyadan iborat bunaqa birinchi, ikkinchi uchrashuvli o'yinni yaqinda hech kim eslolmasa kerak. 13 ta bo'ldi. Men eslolmayman, misol uchun bunchalik trillerga aylanib ketishini. Lekin o'yindan oldin esingizda bo'lsa, MTRK kubogi musobaqasidan keyin choyxonada yig'ilgan edik, o'sha yerda bir fikr olingandi. To'g'risi, men Murod akam bunchalik tushunmadim. Murod aka nimasiga ishonib deganlarni, nega Inter bunchalik bepisandlik bilan qaryaptilar deb hayron qolgan edim. Va o'shanda fikr bildirgandan ham aytdim. Rosti, kecha o'zimizning ichki guruhimizda ham shunaqa fikrlar bo'ldi. Adashmasam haylaganingda Barselona joriy mavsum eng zo'r futbol namoyish etayotgan jamoalardan bittasi. Bunga hech qanaqa e'tirozim yo'q va chiqqanda ham haqli jamoa bo'lib chiqardi. Ammo Inzagiga men bitta narsasiga ishongan edim. Shu Murod akamga ham aytganimda, qarshi fikr bildirganimda 50% dan ko'proq baholardim Barselonaning chiqish imkoniyatini, biroq Inzagi 40% bo'lsa ham shundan foydalanib keta oladi. Ya'ni juda Murod akam aytganidek o'ta kuchsiz emasdi Barselonaning oldida Inter hisobga olish kerak. Endi Murod aka menimcha oxirgi o'sha A seriyadagi o'zi ham aytdi-yu, oxirgi o'yinlaridan kelib chiqib xulosa qilyapman. Shundan xulosa qilib chiqdi menimcha. Lekin o'sha umuman stabillik, masalan, 3 mavsumda ikkita finalga chiqyapti Inter. Inzagi qilyapti. Ya'ni kubok murabbiyi deb ataladi doim. O'zi birinchi uchrashuvdan keyin agar e'tibor bersanglar, hamma boshqacha kutdi. Yana bitta shunaqa o'yin ko'ramizmi deb kutdi. Bunga majbur qildi ikkita jamoa ham, ya'ni ikkita jamoa, bitta jamoa o'ynamadi. Birinchi Kataloniyadagi o'yinda ham Inter oldinga chiqib olgan, Barselona qaytgan. Keyin yana shu voqea yuz bergan. Oxirida yana Barselona urgan. Xullas, maza qilib futbol ko'radigan kutilma mavjud edi va buni berishdi yana. Men qizig'i birinchisidagi bo'lmasa kerak, sal zerikarli bo'lsa kerak, yopilib olsa kerak bu jamoa degan fikr ham yo'q emasdi xayoli bir chetida. Bunaqa bo'lmadi. Inter o'zida o'ynagandan keyin. Inter mabqol qolish kerak. O'sha Abror to'g'ri aytdi, oxirgi yillarning eng barqaror jamoalaridan bittasi. Interda 3 markaziy himoyachi, 2 ta qanot himoyachisi azaldan zo'r yo'lga qo'yilgan. Mana kecha mana shu ikkita o'yinda Dumfriesni ko'pchilik tanib qoldi endi. Aslida Dumfries va undan Di Marco yodingizda bo'lsa, u yil gollarini ham urgan. Shunaqa Napoliga urgan o'zi. Keyin Inter Italiyada ham yaqinda chempion, amaldagi chempion hisoblanadi. Hozir kurashdagi jamoa hisoblanadi. Interni mensimaslik bu juda nima deydi, juda noto'g'ri edi-da. Barselona-ku o'sha o'yinda ham aytgandik, o'sha birinchi uchrashuvdan keyin ham aytgandim men. Bu navbatdagi zo'r o'yinini o'tkazdi. Ya'ni Barselona shunaqa o'yinlarni ko'p o'tkazdi. Comebacklar qildi, Benfica bilan, Real bilan zo'r o'yinlar qildi. Mana Super Kubokda yaqinda bo'lgan, Ispaniya Kubogi finalda. Shuning uchun detallar albatta rol o'ynadi. Masalan, o'sha Inter Barselonani asosiy qanot himoyachilari yo'qligi tabiiy ta'sir o'tkazdi deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda men o'ylayman, agar hatto Kunday bilan Balday bo'lsa ham, hali Dilshodga balki davom ettirib, Inzagi shunga yarasha tayyorgarlik ko'rgan bo'lardi va uni qurollari bor edi. Bu murabbiyning yutug'i.
o'zi ikkita murabbiy ham kecha o'zgarishlarda dastlab xato qildi, lekin xatosini birinchi anglagan murabbiy va to'g'rilagan murabbiy Inzagi bo'ldi. Frattezi ham masalan keyinchalik tushgan eng zo'r o'yin. Aytgancha Zuhriddin aka, siz umuman mana shu qur'adan keyin, ya'ni yarim finalda ikki jamoa tushgan vaqtda birinchi o'yin o'tmasdan Inter favorit degansiz. Hatto Kataloniyada o'tadigan o'yinda ham. Endi mana sizning fikrlaringiz to'g'ri chiqdi. To'lig'icha aniq qilib bering shuni. Tushuntirib bering, nimaga asoslanib bunaqa dedingiz? Murod akaga qarshi chiqdingiz. Endi Murod akaga qarshi chiqqanim bu ikkinchi masala. Endi Murod aka juda bahslashni yaxshi ko'radi va Murod aka bilan bahslashni biz ham yaxshi ko'ramiz. faktlarni juda qabul qilmaydigan inson doim ham o'z fikrida qoladi va odatda bahslarda men yutdim deb o'ylaydi. Inter mana yarim finalga 4 jamoa chiqdi. Murod aka rozi bo'lasiz. Ko'rasiz baribir, ha? 4 jamoa ham munosib edi. Endi Murod aka yaxshi inson. Ha, o'zlari bilan shunaqa Ha, gaplashamiz. o'zlari Murod aka bilan gaplashamiz. Shunchaki muxlislarga baribir nima qilib qo'yish kerak. Murod aka o'zlari bilan shunaqa bemalol gaplashamiz. Chunki o'zlari adekvat odam qabul qiladi. Muxlislik tomonidan Barsa bo'lgani bilan fikrlarni qarshi chiqqani bilan baribir mana bunaqa hazillar yoki bahsni yosh nuqtai nazaridan bu kichik deb o'tirmaydi, qabul qiladi bahsni. Va bahsga ochiq boradigan inson. Ha, ochiq rost. Mana 4 deyarli bir xil imkoniyatga ega bo'lgan jamoa chiqdi. Umumiy foizlarda Barselonada ustunroq deb berishgan edi-yu, lekin o'sha yarim final uchligi deyarli bir-biriga yaqin uslubda mana. Arsenal, PSG, Barselona maktabi yaqinroq, o'yin uslubi yaqinroq, lekin murabbiylar yaqinroq bir-biriga. Lekin ularning ichida umuman boshqa stil Inter edi. Inter aynan Barselonaga qarshi tushyapti. Bilmadim, meni yodimda o'sha 2010-yilgi yarim final qolib ketgan. Umuman bir boshqacha har ikkala uchrashuvni jonli ko'rganman va bilmadim, o'zgacha ta'sir qilgan. O'shanda o'zi Interni xarakteriga tan berganman va bu safar ham hisobni ushlay oladi degan fikrda umumiy yarim final shakllanganidan so'ng Interda ustunlik bor deb aytib o'tgan. Birinchi o'yindan keyin baribir Interga ishondim-u, lekin foizlarni kamaytirdim. Chunki bu Barselona har qanaqa qiyin vaziyatda comeback qiladigan va hamkasb bilan fikrga to'liq qo'shilaman. Eng zo'r o'yin namoyish etayotgan jamoa va tarkibidagi eng yorqin o'yinchi Yamal. Kecha Yamal qilgan ishlar, birinchi o'yinda qilgan ishlar, hozirgi yoshidan qat'iy nazar dunyoning eng zo'r o'yinchisi ekanligini ko'rsatyapti. Barselona yutishi mumkin edi mana shu ijrochilar evaziga. Interdagi darvozabon Yan Zommer, bilmadim, o'rgamchak odam deymizmi? Shu yoshda. Ha, o'zi kecha Orif adashmasam kanalga qo'ydi. Xuddi shu holatni o'zimiz o'zaro suhbatlashgandik, o'sha yig'ilib ko'rdik. Onani ketib o'rniga olib kelinganda o Yan Zommer. Onani ham yaxshi edi o'zi Interda. Men finalga bordim. Finalga borgan, finalda ham o'sha Cityga qarshi zo'r o'ynagan. Balkim o'sha Interda darvozabonlar boshqacha yuklama oladimi, boshqacha ko'rsatmalar oladimi bilmadim, lekin Zommer kechagi o'yin yarim final qahramoni. Hozir Shu fikrlardan kelib chiqib aytdim. Ertalabdan highlights ko'rdim-da, Abro. Highlights o'zi 20 daqiqaga yaqinda va men bilan birga ko'rayotgan hamkasblar aytishyaptiki, mana bu vaziyat qolib ketibdi-ku. Mana bu vaziyat rostdan ham Yamalni darvoza ustun nishonga olgan Yamalning imkoniyatlari qo'yilmaganda, men o'ylayman. O'zi uchrashuv masalan deylik 120 daqiqa bo'lsa, demak undan highlightsini o'zi shunaqa yarim soat, 40 daqiqa chiqayotgan bo'lsa, bu dahshat o'yinligini anglatadi-da. Ya'ni zo'r momentlarini o'zi, lahzalarni o'zi juda ko'p bo'lgan, shunaqa bir boy o'yin bizga taqdim etdi jamoa, ikki jamoa. Men Zuhriddin aka fikriga qo'shilaman. Interni oxirgi 4 ta o'yin bilan baholash bu xato edi. Albatta. Xato edi bu. Qanaqasiga Inter 2 mavsum avval Chempionlar Ligasi finaliga chiqqan. Keyin undan keyin ham yana Italiyada chempion bo'lgan jamoani odamni g'ashiga eng tegadigani shu o'zi. Ya'ni bir jamoaga muxlis bo'lish normal, ko'pchilik muxlis bo'lish mumkin, zo'r narsa qaytanga, lekin nariga raqibni o'rganmasdan turib o'tib ketamiz deyish, men endi aynan bitta odam nazarda tutmayman, umumiy. Bu noto'g'ri edi va bu hayotda o'zini tasdig'ini topdi. Yana bir narsa bor-da, meni fikrim birovga singdirmoqchi emasman.
raqibni o'rganishi ham mumkindir, Orif. O'rganib turib mensimaslik bor-da. Men ko'p kuzatganman. Misol uchun necha yillar futbol tomosha qiladigan bo'lsam, esingizda bo'lsa, jahon chempionati paytida ham bir narsani aytgan edim guruhda. Ispaniya atayin Yaponiya bilan o'ynab turib Germaniyani tashlab ketdi, yodingizda. Va o'shanda men Marokashga duch keldim. Murod aka bilan o'shanda bahslashdik. Ispaniya yutib ketadi Marokashga. Murod aka futbolni ko'p ko'raman. G'irromligiga o'tgan, mensimasdan yurishga o'tganlar jazolanadi va mensimaslikning orqasi ham bor. Orqasida mana shu narsa ham bor deb o'ylayman va boya Orif boshlagan narsa, misol uchun hozir Murod aka ham gapirdilar, ko'pchilik balki aytsam kerak. Shaxsan men mavsum uchun hozir o'zida Barselonaga rahmat deyman. Nazarimda mana PSG oxirgi 1-2 oy ichida qo'shdi. Kuchayishni boshladi. Zo'r Dembele birdaniga 2025 kirib kelgandan keyin boshqacha bo'lib qoldi. Mavsum boshida biz PSG to'g'risida gapirayotganimiz yo'q edi. Bavariya ham har doimgidek stabil Bavariya, ammo o'sha Flickga yorqin Bavariyasi emas. Lekin bu mavsum nazarimda eng tomoshabob, aytaylik, hech kimga muxlislik qilmasdan turib futbol ko'radigan odamga maza beradigan, futbolning eng shirin mazasini beradigan Barselona edi. Biroq yarim finalda oldin Murod aka ham aytdi, Murod aka eng noqulay raqib Inter hozir 4 taning ichida, qolgan 3 ta raqib ichida eng noqulay raqib Inter va Orif to'g'ri aytib o'tdi, murabbiy Baldi bilan kunday bo'lganda o'shandan kelib chiqib nimadir tayyorlardi. Va murabbiy yutib ketdi deb o'ylayman kecha. Vaholanki Flickga tuzgan jamoasi Bavariyada ham menga rosa yoqardi. Qanaqadir dahshatli, bo'ronli keladi-yu, bo'ron kelib hamma yoqni surib buzib o'tib ketadigan. Bu shunaqa jamoa, tomoshabobligi zo'r. Ammo o'sha tomoshabob bo'ronga qarshi raqibini ham hurmat qilib, o'rgana oladigan Inzagida. Biz buni necha mavsumdan beri ko'ramiz va nazarimda Yevropada barmoq bilan sanarli darajada ikkita hujumchi bilan o'ynaydigan. Ko'pincha Del Boskini esga olganda bitta narsa eslanadi. Ispaniya terma jamoasida Aragonesi ishini buzmadi. Kelib, Aragonesi esingizda bo'lsa 2008 yilda chempionat qilgan va unga nimadirlar qo'shdi. Buzib boshqatdan qilgani yo'q. Va Konteni boshlagan ishini kelib qasdir ma'noda kuchaytirishni boshladi xolos. Bizni boshqatdan qilgani yo'q. Misol uchun Konteda bor edi. Juventusda bo'lardi Konteda 3-5-2 bilan o'ynash. O'sha paytlarda markaziy himoyachi Giorgio Chiellini kerak bo'lsa chaproqda o'ynardi, mana shunaqa qilardi va Konte xuddi shu narsani Interda ham qildi. Birinchi yil Inter bilan Juventus gegemonligiga soya solishni boshladi. Yodingizda bo'lsa, birinchi yil Konte Interda bir ochko bilan orqada qoldi. Keyingi yilgi chempionga qilib aylantirdi. Ana o'shanda Lautaro bilan Lukaku o'ynardi. Keyin Konte ketdi, Lukaku ketdi, ammo kelgan Inzaghi Jekoni oldi, o'sha uslub qoldi. Lautaro Jeko bitta boshqacharoq uslubda, bitta gavdaliroq taron uslubdagi hujumchi bilan qoldi va qo'shib ketaverdi. Hozir yana bitta fikr menga to'g'ri sal g'alatiroq tuyulyapti. PSG zo'r o'ynayapti. Agar PSG finalga chiqsa, endi bizda shunaqa taxmin bo'ldi-ku, ko'pchiligimizda. Inter chiqib bo'ldi, PSG chiqsa, PSJning chempion bo'ladi deganlarni ko'proq eshitdim-da. Ammo nazarimda oxirgi yillarda ko'proq pishib yetilgan Inter. Keyin Inzagini yana bitta zo'r narsasi Rafinhani yopgani ham, faqat masalan Yamalni ham yopishga harakat qildi. Rafinhani zo'r ishlagan. Barsani o'z bu mavsum katta o'sha fenomenal o'yinlarga qarasak, Benfica bilan bo'lgan ikkita o'yin, umuman katta o'yinlarga qarasak, Real bilan bo'lgan o'yinlarda ham Rafinha juda katta ishlagandi. Kecha Rafinhaga to'g'ri gol urdi, lekin o'sha golgacha bo'lgan vaziyatlarda qarasa, o'yin qurishga Rafinhaga imkoniyat berilmadi. Rafinha bilan qurilmadi o'yin yoki Rafinha kamroq vaziyat yaratdi. Zo'r tayyorlangan. Barsada lekin sal nima deydi, afsuslanadigan tomoni bo'ladi odamni. Zo'r mavsum o'tkazib, ana endi hozir bitta La Ligasi qolyapti. Uni ham El Clasicoda yutqizib, agar La Ligani oxirida La Ligani ham boy berib qo'ysa, shuncha qilgani qanaqadir bir darajasi pastroq kuboklar bilan cheklangan bo'lib qoladi. Lekin Yamalni yopa olmadi Intergacha. Meni fikrim Yamalni yopa olmadi. Qismanda endi yopa olmadi, aniq. Yamal kecha dahshat o'ynadi. Finalda Yamal, ya'ni zarbalar ko'p berdi Dilshod aka. Men bitta narsa degan bo'lardim. Yamal zarbalari ko'p edi, ammo Abror men shunaqa demoqchiki, agar bu darajada bo'lmaydi qo'riqlash 2 barobar, 3 barobar ko'p ham bo'lardi. Uni noqulayligi nimada menga ko'rindi? Kecha biz Yevro turda ham gaplashgandikki, Hasan akam aytgani menimcha,
noodatiy kutib olishyapti Yamalni. U majbur bo'lyapti jarima maydonchasi tashqarisiga qaytib chiqib, ya'ni yana ikkita yo'l bosib o'tishga. Kecha 4-5 epizodda shunaqa bo'ldi. O'tib ketishga qiynaldim. Endi o'zi aslida boshida Mkhitaryan bilan shu kadrlar ham chiqib ketdi-ku, yiqilib qolib ketgani. Yamal masalan o'zining darajasida o'ynadi. Men Rafinyaning golini hisobga olib olmaydaman. Nima qildi goldan boshqa yana misol uchun. Hech narsa. Shuning uchun Kecha achinsa menimcha Yamalga achinsa. eng ko'p xato qilganlardan bittasi qizig'i Pedri bo'ldi. Juda ko'p uzatmalari noto'g'ri ketgan Pedrining. Bu men o'zi Pedri Barselona hamma narsani olsa, Pedri oltin to'p masalan olish kerak deb men Rodri markaz futbolchilarni yaxshi ko'raman o'zi. O'sha Pedriga berish kerak. Rafinha ham Yamal ham emas, Pedri deb turgan joyim edi. Pedri lekin kecha juda ko'p xato. O'sha oltin to'p hozir o'zgardimi? Endi u ham La Ligaga menimcha. La Ligaga ham La bor. Liga. Masalan, Real yutib Mbappe qahramon bo'lib ketsa, uning imkoniyatlari oshib ketadi agar Xo'p, finalda Lautaro yaxshiroq o'ynab yuborsa, yanada. Lautaro hamda Yoki agar PSG chempion bo'lib ketsa aniq bo'ladi menimcha. Dembele o'zi hozir. Lekin hali o'zgarar ekanda demak. shunaqa. Arsenal bugun o'yini bor. Hali PSG chiqadimi, yo'qmi? Inter endi Lautaro imkoniyati zo'r. Mayli, kim chempion bo'ladi o'z yo'liga. PSG bo'lsa Dembele, ammo eng yaxshi murabbiy Inzaghi olamizmi? Yo'q, endi baribir chunki Enrikeni ham ishga. Masalan, Arsenal nimadir qilib qo'ysa, Arteta olib ketadi. Chunki u Finalda Ancelotti'ni chiqaradi. Hozir finalni kim yutsa o'shaniki. Shunaqa. Murabbiyda lekin final. Lekin ko'proq shunaqa bo'lsa. Endi tugatamiz. Obedga keldik. Qaytishimiz ham bor. Rahmat hammaga.